$93,000 ga 2 etajli high-tech uslubidagi hovlimizdan do'stlar obzorini qilgani keldim. Ko'rib turibsizlar, 2 etajli oppo travertili hovlimizda bunaqa imkoniyat har doim bo'lmaydi, chunki arzon narxdagi hovlilar tez sotilib ketadi. Obzorni boshlaydigan bo'lsam, qaranglar, bu yoqda kirvurish o'rnida metal eshigi joylashyapti va bu yoqda tashqarida bitta hojatxona bor. Mashinangiz bittasi bemalol sig'adi bu ichkariga. Tashqariga bitta mashinangiz qo'ysangiz bo'ladi. Zeleniy zona ham inobatga olingan joy bor. Polnisi ko'rib turibsizlar, tepalarda o'zini buralari bor. Eng asosiysi yana terrasasi ham bor ekan. Katta uy ichini ham ko'rib chiqamiz. Umumiy xonalar soni 5 ta, $93,000 ga bunaqa uy aniq narxiga arziydi. Ko'ryapsizlar, o'zini mebellari bor. Bu yoqda podzakazga qilingan kuxniy mebellar. Xonalar bilan bir-bir tanishtiradigan bo'lsam, bu yoqda o'zini sanuzeli va yoshi kattalar uchun spalni xonasi joylashyapti. Keyingi xonani ko'radigan bo'lsak, bu yoqda bitta katta zalimiz bor, orqa tarafga chiqadigan o'zini eshigi. Endi masalan ikkinchi etaj bilan tanishtiraman. Qaranglar, zinalar qanaqa chiroyli dizayn qilishgan ekan. Tepada o'zini 3 ta spalni xonasi va bu yoqda terrasasi ham joylashgan. Terrasada bemalol tepasi yopiq, yozda o'tirsanglar ham bo'ladi. Bu yoqda o'zini bitta detskiy spalnisi joylashyapti va bu yoqda yosh kattalar uchun spalni xonasi bilan o'zini alohida sanuzeli bor va yana bitta spalni xonamiz. Joylashuv joyi eshonguzor. Do'stlar, mana shunaqa sifatli arzon narxdagi hovlilar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga podpiska bosib qo'yinglar.